Assalomu alaykum qizlar, hurmatli ayollar. Kecha story qo'ygandim. Xonzoda, men ham ozmoqchiman deb rosa meni direktimga yozibsizlar. Mana sizlarga Yulduz Rajabovani o'zini Telegram kanalini, silkasini qoldirgandim. Mana hozir ham qoldiraman. Ozolmayapsizlarmi? Qiynalib-olasizlarmi? Qanaqadir problema bo'lyaptimi? Harakat qilsanglar ham ozmayapsizlarmi? Buni hammasining yechimi bor. Yulduz Rajabovani 1 oylik teppa-tekin marafoni bo'ladi. Hech qanaqa pul to'lamaysizlar. Teppa-tekin. 1 oy marafonda qatnashasizlar. Sizlarni 12 kilo, 15 kilogacha 1 oyda ozdiradi, ishoninglar. Faqat etgan narsalarini vaqtida qilishingiz kerak, o'rtoqlar. Keyin eng birinchi bo'lib, qat'iyatli bo'lib, shu kutilgan natijadek ozgan ayolga Yulduz Rajabova 3 million pul yutug'i beradi. Mana men silka qoldirdim, kiringlar. Nima savolingiz bo'lsa bersanglar bo'ladi. Уже 10-mayda marafon boshlanadi. Ulgurib olinglar.